Assalomu alaykum gruppa. Yaxshimisizlar? Mana turnirimiz davom etyapti. Hozir men sizlarga bitta odam ko'rsataman. U odam faqat bizdan intervyu oladi, endi biz undan olamiz nasib bo'lsa. Gruppa vнимательный bo'linglar. Mana bizni bratishka taniydiganlar bormi Ibrohim akani? По-моему 120% hamma taniydi. Barchalar taniydi. Endi boshlamoqchi bo'lgan Ibrohim aka, bizlar gruppa Ribalka Samarqandga bolalarga bir niyatlar bildiring. Niyatim xolis, har doim har bir baliqchiga ovlari barobardan kelsin. Nimaki yaxshi niyat qilgan bo'lsa, hamma yaxshi niyatlari amalga oshsin. Doim baliq oviga borganda albatta kayfiyat bilan boring. Agar ovlanmagan bo'lgan taqdirda ham demakki bilingki, nimadir kamchilik o'tkazgansiz va yana baliq ovlashda davom eting va kayfiyatingizni ko'taring. Chunki ham dam olasiz, ham madaniy holda chiqasiz va loqal bir kunga bo'lsa ham umringiz yoki bir yilga bo'lsa ham umringiz uzaygan bo'ladi. O'shaning uchun baliq ovidan kayfiyatingizni tushirmang. Doim baliq ovi sizning hayotingizning hamrohi bo'lsin va katta baliqlarni ovlash har kimga nasib qilsin. Ibrohim aka, shu bugungi turnir bo'yicha nima deya olasiz? Bugungi turnir juda ham ajoyib o'tmoqda. 32 ta ishtirokchi. Albatta ov unchalik zo'r bo'lyapti deb aytolmayman, lekin bu birinchi tasodif emas, chunki biz ko'p musobaqalarda umuman baliq ovlamagan paytlari bo'lgan va lekin bu turnirda hozir baliq ovlashda birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rin bor. Eng asosiysi hali vaqtimiz oldinda, soat 9 gacha, endi soat adashmasam 3 bo'ldi va shamol bo'ldi, boshqa bo'ldi. Tabiatning o'sha ozgina shu kaprizlari albatta har doim ta'sir etadi. Ozgina sabr tegi oltin bo'ladi. Agar sabr qilsa, albatta ishtirokchilarimiz qaysi birlari albatta katta baliqni ovlashga muvaffaq bo'lishadi. Musobaqa menimcha shu bilan qiziq. Eng asosiysi tanishlar orttirdik va o'zlaridan kerakli bir ma'lumotlarni oldik. Ularning o'zlariga yarasha usullari bor. Ana shu narsa baliqchini yana ham professional baliqchilikka olib keladi. Afsuslanish hech qachon kerak emas. Doim musobaqada qatnashing va o'ylamayki, yovvoyi tabiat qo'ynida agar siz chiqib qoladigan bo'lsangiz, musobaqalarga qatnashib albatta siz professional tarzda katta hajmdagi baliqlarni bemalol olib chiqasiz. Chunki men o'zim guvohi bo'lganman. Katta baliqlarni ham olib chiqdim. Ovlanmagan joylarimda o'sha mana hozir baliqchilarimiz har bir chelagida to'la xo'raklari bor. O'sha to'la xo'raklari bilan yovvoyi tabiatda ishlatsangiz, shunaqangi baliqlar vijillab ketadiki, qaysi hidga kelishi, qaysi xo'rakka tushishi, ana shu narsa sizga bir dars bo'ladi. Bu maktab. Musobaqaga qatnash albatta kerak. Uni qanaqa bog'lash kerak. Va faraz qiling, yovvoyi tabiat qo'yniga chiqdingizda, qarmog'ingizni, o'sha ilmog'ingizni noto'g'ri bog'lab qo'ydingiz, shunaqa bir 10 kilo, 15 kilo baliq shundoq uzib ketdi. Alam qiladi. O'sha alam qilmasligi uchun mana shu yerda agar chiqib ketsa ham alam qilmaydi. Chunki bu yerda aylanib yuraveradi, yana qayta ovlashingiz mumkin. Ana shu narsalarni darsliklarni yaxshilab o'rganib olsangiz, menimcha foydali bo'ladi. Albatta har bir baliqchiga omad tilab qolaman. Musobaqada albatta qatnashing. Mana hakim aka aytganlaridek katta turnirlar o'tkazaman deyaptilar. Albatta chet eldan balkim jahon chempionatlari, O'zbekiston chempionatlari mana shu yerlarda o'tkazamiz. Chunki bu joy soответствовать qiladi katta chempionatlar o'tkazishga. Ana shuning uchun bemalol. Bu yer orqamizda bir gostinitsa, bu yer juda ham bir qadimiy imoratlar, hamma tomonlama zo'r va bu ayniqsa tungi ovni ham bir uyushtiring hakim aka. Agar tungi ovni uyushtirsangiz, undan ham zo'r bo'ladi, chunki salqin shabada dam olib, ovlab, hamma bir-biri bilan gaplashib, diydorlashib, xursand bo'ladi. Hamma baliqchilarga omad, muvaffaqiyatlar tilab qolaman. Ibrohim aka, rahmat sizga. Shu bir og'iz sizga telefon qilib aytganimizdan kelganingiz uchun gruppamiz nomidan minnatdorchilik bildiraman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat. Hamma dunyoda hamma niyatlar sizga aka. Rahmat. Yaxshi kunlarda uchrashaylik, siz aytgandek, yaxshi turnirlar o'tkazaylik. Nashnuni ham o'tkazamiz, dinimni ham o'tkazamiz. Aralash qilamiz hammasini. Sog' bo'ling, salomat bo'ling aka. Rahmat. Hammaga omad. Davay.